ishlarim ham yurishmayapti. Probkalar. Bu yerda odam ham yo'q. Nima qilsam ekan, ha? Chet elda oyiga $3,5 ishlayman. Hech qanday til bilish talab qilinmaydi. Mana shu meni muammolarimning yechimi bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Men sizlarda e'lonlarda o'qigan edim. Shu chet elga ketilar ekan, menga ham shunaqa imkoniyat bormi? Alaykum assalom. Albatta. Bizda Yevropada 10 dan ortiq davlatlarga ish bor. Vizasi 100%. Eng qizig'i, til shart emas. O'zbek tilini o'zi yetadi. Bir oyda ketasiz. Zo'r-ku. Bugun topshirsam bo'ladimi? Qanaqa hujjatlar ketadi? Albatta, to'lovni qilgan kuningizdan boshlab ishni boshlaymiz. To'lov summasi $10. Hozir pulim kam-ku. Mashinamni sotsammikin, ha? Unda men to'lovni ertaga qilsam bo'ladimi? Faqat ertadan kechga qolmang, chunki vakansiyamizga joylar to'lib qoladi. Bo'ldi, ertaga kelaman. Ne mashina sotyapsiniz? Endi Yevropada bitta ish chiqqan. Bir oilaga tayin deyishyapti. $3,500. Surishtirdingmi o'zi, ishonchlimikan? Ular kafolat berishyapti. 1 oyda vizam chiqar ekan. Surishtirgan bo'lsang, mayli unda. Mana kelishganimiz. Mana aytirgansan. Xo'jayin, pulni oldim. Lekin biz ishchi viza qilmaymiz-ku. Yo'g'in nima qilamiz? Sen bu bilan ishing bo'lmasin. Biz uni turistik viza bilan jo'natamiz. Tak что ish qilaring. Ertasi yo'q bu yo'llarni, ertasi yo'q bu mahallani. Botta ishlatmaydi kallar.